8-14 aprel kunlari Vashingtonda Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining bahorgi uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Uning doirasida 13 aprel kuni Xalqaro valyuta moliyaviy qo'mitasi va Jahon banki taraqqiyot qo'mitasining yalpi yig'ilishlari o'tkazildi. O'zbekiston delegatsiyasini Xalqaro valyuta jamg'armasi ijrochi direktori Kristin Lagard qabul qildi. Delegatsiyamiz shuningdek Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Summa Chakrabarti bilan ham uchrashdi. Yalpi sessiyalardan avval odatga ko'ra Kristin Lagard dunyoning 189 ta mamlakatdan kelgan fond boshqaruvchilari bilan suratga tushdi. Bahorgi sessiya doirasida jamg'arma, Jahon banki va iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yetakchilari ishtirokida iqtisodiy tengsizlik muammolarini bartaraf etishga bag'ishlangan yirik forum bo'lib o'tdi. Jahonda juda ko'p insonlar qashshoqlikda hayot kechirmoqda. O'tkazilayotgan tahlillarga ko'ra, tengsizlik global o'sishga ta'sir qilyapti. Iqtisodchilarning aytishicha, bu tendensiya ko'p yillardan beri davom etmoqda. Xalqaro institutlar yetarli darajada samarali ishlamayapti. Demokratiyaga ishonch sustlashib bormoqda. O'z navbatida globallashuv jarayonlariga salbiy munosabat yuzaga kelmoqda. Xalqaro hamkorlik tengsizlikka qarshi kurashda asosiy rol o'ynashi lozim. Forum ishtirokchilarining fikricha, xalqaro moliya institutlari faoliyatini mustahkamlashi, hukumatlar esa to'g'ri boshqaruvni yo'lga qo'ya olishlarda odamlarni ishontirish kerak. Aks holda 2030-yilgacha jahonda qashshoqlikni bartaraf etish bo'yicha Jahon banki maqsadlari xatar ostida qoladi. Mazkur xalqaro tashkilot faoliyati ayniqsa kam daromadli, iqtisodiy o'sish sur'atlari pasaygan mamlakatlarda muhim rol o'ynamoqda. Bugun jahonda qashshoqlik 700 million kishigacha qisqardi, ammo bu 1990 va 2000-yillar ko'rsatkichlaridan ancha past. Afrika mamlakatlarida nochorlikda hayot kechirayotgan insonlar soni oshib bormoqda. 2030-yilga borib har 10 nafar qashshoq kishidan 9 nafari afrikalik bo'ladi. Nochor insonlarning yarmi beqaror, konfliktlar kuchaygan hududlarda yashamoqda. Bu jahon hamjamiyatini zudlik bilan kerakli choralar ko'rishga da'vat qiladi. Jahon banki yetarli moliyaviy resurslarga ega. Tasdiqlangan kapital paketi uni yanada samarali ishlashini ta'minlaydi. Shuningdek, bahorgi sessiyada katta 20 talikka kiruvchi davlatlar iqlim o'zgarishlari oqibatlariga qarshi faol jamoaviy harakatlarni amalga oshirish bo'yicha yangi koalitsiya tuzishdi. Moliya vazirlari koalitsiyaning 6 ta asosiy tamoyilini tasdiqlashdi. Ularni amalga oshirishda har bir davlat fiskal siyosatni ishga soladi, davlat moliyasidan foydalanadi. Shuningdek, koalitsiya davlatlarining iqlim o'zgarishlari bo'yicha milliy rejalarini moliyalashtirish, eng yaxshi tajribalarni tatbiq etish, iqlim bo'yicha strategiya va byudjetni shakllantirish, ekologik investitsiyalardan foydalanish, iqlim xatarlarini hisobga olishda a'zo mamlakatlarga ko'maklashadi. Jahon banki ushbu vazifalarni bajarish hamda turli xalqaro tashkilotlar bilan strategik va texnik ko'mak bo'yicha hamkorlik qilishda kotibiyat vazifasini bajaradigan bo'ldi. Kristin Lagard jurnalistlar uchun o'tkazgan so'nggi matbuot anjumanida hukumatlar a'zolari global iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va xatarlarni bartaraf etish, ayniqsa savdodagi ziddiyatlarni hal qilishda hamkorlikni kuchaytirishga kelishib olganliklarini ma'lum qildi. 13 aprel kuni Xalqaro valyuta jamg'armasi direktiv organi kommunikasi qabul qilindi. Unda barcha davlatlar integratsiyaga ko'maklashish va imkoniyatlarni kengaytirishga chaqirilgan. Aksariyat markaziy banklar hisobdorlikda ochiq bo'lishga rozilik berishdi. Ularning barchasi ochiqlik va shaffoflik eng muhim komponent ekanligini tushunib turishibdi. Kristin Lagard shuningdek jamg'arma rivojlanayotgan va kam daromadli mamlakatlarda ijtimoiy dasturlarni faollashtirishni ham ma'lum qildi.